Noma'lum kamayuvchini toping. Kamayuvchi noma'lum y deb belgiladik. Ayriluvchining qiymati 6160 ga teng. Ayirmaning qiymati esa 96785. Demak, y minus 6160 teng bo'lyapti 96785 ga. Y ni topish uchun 96785 ga qo'shamiz 6160 ni. Demak, buni ustun shaklda amalga oshiramiz. 96785 qo'shuv 6160. 5 ga 0 ni qo'shsak 5, 6 ga 8 ni qo'shsak 14. 14 ning 4 1 yodda, 7 ga 1 ni qo'shsak 8, yoddagi 1 bilan 9. 6 ga 6 ni qo'shsak 12, 12 ning 2si 1 yodda. Mana bu 9imiz yoddagi 1 bilan 10 bo'lib tushadi. Demak, y ning qiymati 102945 ga teng. Javob 102945.